Assalomu alaykum. Siz Cooking Dilfuza kanalidasiz. Bugun sizlarga moshni qanday qilib to'g'ri undirish va undan mazali salat tayyorlashni ko'rsataman. Buning uchun bizga bir piyola mosh kerak bo'ladi va uni yaxshilab yuvib olamiz. Bizga xuddi shunaqa setaga o'xshagan idish kerak bo'ladi. Agar sizda bunaqa idish bo'lmasa, 5 litrlik baklashkani teshib yasab olsangiz bo'ladi. Bir piyola moshni yaxshilab yuvib, xona haroratidagi suvga bir kunga ivitib qo'yamiz va qorong'i joyga olib qo'yamiz. Keyingi kunlardan boshlab moshni suvini to'kib tashlaymiz va uni ham nam holatda qoldiramiz. Ustini yopib qo'yib, yana qorong'i joyga olib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Idishimizni tagiga quruq salfetka yoki doka solib, 2-3 qismda moshlarimizni solamiz. Yana quruq salfetka yoki dokamizni qo'yib, yana moshimizni 2-3 qismda solib, oxirida sochiqcha bilan yopib, qorong'i joyga yana olib qo'yamiz. Bir kunda 2 mahaldan suvlab qo'yishimiz kerak moshni. Eng muhim joyi, har kuni ertalab va kechqurun moshni yuvib, yana namlab turamiz. Ikkinchi kundan kichkina niholchalar chiqishni boshlaydi. 3-kunga kelib ular yanada o'sadi. 4-kun va 5-kun esa mosh to'liq undi va iste'molga tayyor bo'ladi degani. Go'zallarim, ko'rib turganingizdek, bu 5-kundagi holat. Har kuni moshni suvlaganingizdan keyin ustidagi sochiqchasini yaxshilab siqib, yana solib qo'yishni unutmang. Moshimiz tayyor bo'ldi. Endi bundan salat tayyorlasak bo'ladi. Mana qog'oz salfetkamiz hech qanday uvib ketmagan, xavotirga o'rin yo'q. Qog'oz salfetka ishlatsangiz ham bo'ladi dokani o'rniga. 4-5 marotaba chayib tashlashimiz kerak bo'ladi. Shu moshning ustidagi po'stloqlari yuvilib tushib ketish kerak bo'ladi. Salgina sabr toqat bilan yuvishingizga to'g'ri keladi. Moshimizni yuvib tayyorlab oldik. Endi qaynab turgan suvga solamizda 3 daqiqa davomida pishirib olamiz. Undirilgan moshni ko'p qaynatib yormang. Olib yeb ko'rganingizda qitir-qitir ovoz chiqishi kerak. Undirilgan moshimiz qaynab tayyor bo'ldi. Endi setadan o'tkazib olamiz. Sovuq suvda, hech qanday suvda yuvmaymiz qizlar. Endigi jarayon, undirilgan moshimizdan tez va foydali salat tayyorlash qoldi. 2 piyozni maydalab to'g'rab, tillarang bo'lguncha qovuramiz. Choy qoshiqda tuz solamiz va yana qovurishda davom etamiz. Undirilgan moshimiz ustiga qovurilgan piyozimizni solamiz. Choy qoshiqda paprika solamiz. Choy qoshiq uchida achchiq qalampir sovordim. Oila a'zongiz achchiq yoqtirishadimi, yoqtirishmaydimi, shunga qarab solasiz. Ozgina murch sovordim. 2 qoshiqda soya soldim. Buni ham soyani ham oila a'zongiz qanday yoqtirsa shunga qarab solasiz. To'g'ralgan kashnich, 3 ta tishcha chesnokni ham qirg'ichdan chiqarib sovordim. Tuz qo'shamiz tabga ko'ra va yaxshilab aralashtiramiz. Salatimiz tayyor bo'ldi. Bu salat juda yengil, vitaminlarga boy va ayniqsa bahor, yoz mavsumi uchun juda foydali salat go'zallarim. Agar sizga foydali bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'ling, qo'ng'iroqcha belgisini bosishni unutmang va yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Kelgusi videolarda ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling.